Va'z majlislari nimaga ta'sirli emas? Qarangda, bizlar bugun qayergadir ma'ruza va'z aytish uchun taklif etilsak, nomimizni eshitib ko'pchilik tashrif buyursa, va'zimiz tarixiy yodgorlikka aylanib, tillarda doston bo'lsa degan orzuyimiz yo'q emas. Agar yig'indagilar tantanali ravishda hadyalar bilan izzat ikrom ko'rsatib kutib olmasa, buni ko'rib izzat hurmat shumi degandek o'zimizga og'ir olamiz. Gohida buni tilimizda ochiq oshkora izg'or qilishdan ham uyalmaymiz. Yo'qsa yana taklif etilsak, bu yerlarga hech qachon kelmaymiz deya qaror ham chiqarib yuboramiz. Agar biz taklif etilganda vaqt tangligi, boshqa va'z aytuvchilar borligi tufayli fikrlarimizni yetkazish imkoni bo'lmay qolsa bormi? U holda qahr g'azabimizni kimga sotishni bilmay kalovlanib qolamiz. Bizga o'z va'zimizdan shu darajada faxr bo'ladiki, yig'inda boshqa bir va'z aytuvchini gapini chin qalbdan eshitgimiz kelmay o'tiramiz. Tezroq uni va'zi tugashi yoki tugatilishini va navbat o'zimizga berilishligini xohlab turamiz. Toki oldingi va keyingi nuqsonlar bartaraf qilinsa. Bularni barchasi biz o'zimizni eng yaxshi va'z aytuvchi, kuchlik voiz, suhbatga eng haqdor deb bilganligimizdan mana shunday fikrlar qalbimizni egarlab oladi. Vaholanki bu fikr, bu maqsad nihoyat darajada xatarli ishlardandir. Olimga yetadigan fitna. Zayd ibn Habib rahmatulloh alayh shunday derdilar. Suhbati kifoya etadigan kishi bo'lishiga qaramay, boshqaning va'ziga quloq solmay, o'zi va'z aytishini ko'proq ma'qul ko'rish, ya'ni odamlar ilmini tan oladigan, gapirishga haqlik boshqa kishi bo'lishiga qaramasdan o'z gapini aytishni zarur deb bilish olim, faqih uchun katta fitnadir. Nasr ibn Hojib rahmatulloh alayh aytadilarki, Imom Abu Hanifa rahmatulloh alayh Umar ibn Zar rahmatulloh alayni va'zini eshitishga borar va buni o'ziga aslo malol olmas edi. Azizlar, Abu Hanifadek zot boshqalarning va'zini eshitishlikdan hech qachon orqamaganlar. Lekin bugungi ba'zi bir olimlarchi, ba'zi birlari boshqalarning va'zini eshitishlikni xohlamaydi. Bir donishmand shunday deydi: qachonki bir kishi biror yig'inda va'z aytsa-yu, va'zi o'ziga ma'qul bo'la boshlasa, ujubga mubtalo bo'lsa, u holda darhol va'z aytishdan voz kechishi o'ziga yaxshidir. Bugungi kunda ba'zi bir voizlar, ba'zi bir olimlar o'zlarini aytayotgan ma'vizalaridan ujublanib, men aytayotgan ibratlik ma'vizalar boshqalar buni ayta olmaydi deyishligi bilan fitnaga uchrayotganligini aslo bilmayaptilar.